Ha bo'ldi-ya. Voy. Yaxshi odating bor ekan. Etmasa ham qiladigan. Bir xilla etsang qiladi. Aytganingizni qildimi, nima meni urishasiz deb turadi tag'in. Aytganini qilgan odam ahmoq odam bo'ladi. Aytmasdan bilib bajarsa aqlli bo'ladi. Sen odam bo'lar ekansan, boqsa odam bo'lasan. Tez kiyimlaringni almashtirib chiq, bozorga boramiz. Xo'p bo'ladi. Odam qilaman seni, odam qilaman. Qudamni ham gapini o'ylab ko'rishim kerak. O'ylab ko'raman. Bola qani? Uxlatdim. Muncha tez? Ha, bu menda. Ovqatni suzmadingmi? Yo'q, pochcham chiqsinlarmi? Chiqadilar. Salat qilganmisan? Yo'q, ulgurmadim. Hozir qilaman. Voy, akamga telefon qildingmi? Kelyaptilar. Ha, Namuncha uzoq ketdingiz? Pochchini kiyimlar tayyorlab berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. dadasi. Onasi, men ketdim. Bo'ldi. Qayoqqa? To'xting. Ovqat yeb keting. Onamni ko'rib kelmaymanmi? O'zi birinchi bo'lib onamni ko'rishim kerak edi. Xo'p. Bolalar kelsa maktabdan birgalashib boramiz. Onamni borib ko'rib kelaman dedim, tamom. Tushundingmi? Xo'p, chiroyli gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlayapsizmi? Ha, nima qilaman yana? Sizga ovqat olib keldim. Bor choyingni olib chiqqan, choy ichamiz. Tezroq bo'la qol. Nima ovqat ekan? Ke o'tirchi? Xo'p, mana. Ishlar qalay? Yaxshi. Piyalani berchi. Xo'p. Alo. Ola be. Aha. Telefonda boshqacha eshitilar ekanmi? Bu yoqqa chiq, ovqat yeymiz. Xo'p, hozir. Kimni chaqirdingiz? Sinimmi? Yana qanaqa sinnilaringiz ko'payib ketmayaptimi? Sinnilaringiz ko'payib ketmayapti. Ko'p gap